Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi video Dubaydan ish qidirayotganlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Dubayga kelmasdan turib bu yerdan ish topishni o'zim bilgan 4 ta variantini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchisi LinkedIn va Indeed platformasi. Bu platformadan o'zim ham aktiv foydalanaman. Ko'pchilik tanishlarim aynan LinkedIn orqali ish topishgan va yaxshi tarafi bu yerda ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoniyati bor sizda. Ya'ni bu yerda HRlar bo'ladi, kompaniyaga xodim yig'ish bo'yicha shug'ullanadigan kompaniyaning a'zolari, ular tez-tez vakansiyalarni joylaydi va siz o'zingizga mos keladigan vakansiyani topib, to'g'ridan-to'g'ri HRga yozishingiz mumkin bo'ladi. Sizni profilingiz standartlarga mos kelishi kerak, ya'ni ish beruvchi kompaniyani talablariga mos kelishingiz kerak. Masalan, yoshingiz, tajribangiz, bilim darajangiz, mana shu narsalar ularga mos kelishi kerak. LinkedIn profilingiz professional darajada tuzilgan bo'lishi kerak. Bu nima degani? Masalan, siz rasmingiz tiniq, sifatli, kачествоda qo'yilgan bo'lishi kerak. 10 yil oldingi yoki maktab davrida tushgan yoki to'yda tushgan yoki selfie qilib tushgan rasmlaringiz bo'lmaydi. Ikkinchisi, siz o'qigan joyingiz, tajribangiz aniq, tiniq, to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Yoki sizda qanaqadir qo'shimcha sertifikatlaringiz bo'lishi mumkin, malaka oshirganingiz, xalqaro diplomlaringiz, IELTSingiz bo'lsa, ularni ham joylasangiz bo'ladi. Va profilingiz tepasida siz haqingizda ma'lumotlar qisqacha yoziladigan joy bor. U yerga aynan qanaqa lavozimda ish qidirayotganingiz haqida, o'zingizning maqsadlaringiz haqida yozib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi muhim jihat, HR bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilganingizda yoki unga yozganingizda ofisning ingliz tilida yozishga harakat qiling. Ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi. Hello, how are you deb yozib qo'yadi, HRning javobini kutadi. 95% holatlarda bunaqa xabarlar javobsiz qoladi. Qanaqa yozish kerak? Birinchi bo'lib o'zingizni tanishtiring. Nima maqsadda yozayotganingiz haqida ayting ularga. Rezyumeni yuborish imkoniyati bo'lsa, rezyumengizni yuboring va oxirida yaxshi kun tilab, javobingizni kutib qolaman deb xayrlashsangiz bo'ladi. LinkedIn platformasining yana bitta yaxshi tarafi, siz ishga kirmoqchi bo'lgan joyda allaqachon ishlaydigan xodimlarni ham topsangiz bo'ladi. Ular orqali ham HR ga bog'lansangiz bo'ladi. Keyingi platforma Indeed. Bundan o'zim ham foydalanganman, lekin O'zbekistonda ishlaydimi yo'qmi, buni haqida aniq ma'lumotim yo'q. Veb-sayti ishlaydi, lekin bu yerda ham har kunlik vakansiyalar bo'ladi va o'zingizga mos keladiganini topib, to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchiga yozsangiz bo'ladi. Ikkinchi variant bu Telegram, Facebook kanallari orqali. Telegram, Facebook kanallarida ham ishlar juda ham ko'p. Nafaqat mehmonxona sohasida, restoran sohasida, balki har qanaqa sohada ish topsangiz bo'ladi. Ba'zi Telegram kanallari rekruting kompaniyalariga tegishli bo'ladi va ular siz uchun ish topib berishga, siz uchun mos vakansiya topishga yordam berishadi. Uchinchisi, bu ishga kirmoqchi bo'lgan kompaniyangizni ofitsialniy veb sahifasiga kirib, o'sha yerda CV qoldirish, ariza qoldirish. Masalan, o'zim kompaniyamdan oladigan bo'lsak, Marriott mehmonxonalarini veb sahifasi bor. 5000 tadan ko'p mehmonxonasi bo'lsa, siz u yerga kerakli lokatsiyani tanlaysiz, qaysi shahar, qaysi lavozimligini tanlaysiz va ish qidirishni boshlaysiz. Bu yerda ham har xil lavozimlarga mos ishlarni topsangiz bo'ladi. Receptionda bor yoki bo'lmasam hostess yoki oshpaz, har qanaqa ishlarni topsangiz bo'ladi. Bu yerda o'zining talablari yozilgan, necha yoshdan necha yoshgacha qabul qiladi, qanaqa hujjatlar kerak, hammasi to'liq yozilgan bo'ladi. Ariza yuborganingizdan keyin ozgina kutishingizga to'g'ri keladi. Tez-tez pochtani tekshirib turishingiz kerak bo'ladi. Ariza yuborganingizdan keyin o'zi pochtangizga xat keladi, sizning arizangiz qabul qilindi yoki bo'lmasam agar rezyumengiz ularga ma'qul kelgan bo'lsa, jonli video zvonok orqali gaplashsak bo'ladi. Mana shu kuni deb ular sizga link yuborishi mumkin. Shuning uchun tez-tez o'zingizni pochtangizni tekshirib turishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi variant, eng samarali, eng tez bo'ladigan variant. Bu agar sizni tanishlaringiz Dubayda ishlaydigan bo'lsa, allaqachon ulardan iltimos qilish, ya'ni sizni rezyumengizni HR ning qo'liga berib qo'yishini so'raladi. Agar siz ishlamoqchi bo'lgan joyda vakansiya ochiq bo'lsa, bu yerda ishlaydigan tanishingizdan iltimos qilsangiz bo'ladi. Bunaqa holatlarda javob kelishi tezroq bo'ladi, chunki siz do'stingiz allaqachon sinovdan o'tgan bo'ladi va siz kompaniyaga qo'shilib, adaptatsiya qilib, o'rganib ketishingiz jarayoni tezroq bo'ladi.
Sizda qanaqa variantlar bor? O'zingizni tajribangiz bilan kommentariyada bo'lishing. Qaysi biri o'xshadi, qaysi biri o'xshamadi, bularni hammasi haqida yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni Dubaydan ish qidirayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr!